kontraktingizni 12%ni qaytarishga telefon orqali ariza berdingiz, lekin unga отказ javobi keldi yokida pulingiz qaytmayaptimi? Demak, siz 80% insonlar qilayotgan xatoni takrorlamoqdasiz. Ommabop xatoliklardan biri bu faylni noto'g'ri biriktirilishi yokida umuman biriktirilmasligidir. Faylda aslida bo'lishi kerak bo'lgan ma'lumotlar quyidagilar: shartnoma qog'ozi, cheklar, agar to'lov plastik karta orqali to'langan bo'lsa, uni terminaldan chiqqan chek ham biriktirilishi kerak. Bundan tashqari pasport ma'lumoti hamda pul tushishi kerak bo'lgan kartani ham rasmi biriktirilsa yaxshi bo'ladi. Agar pul qaytarilishi ota-onani nomidan bo'layotgan bo'lsa, unda farzandning metrkasi hamda ota yoki onani ham pasporti qo'shilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi ommabop xatolik bu tranzit raqamni xato yozilishidir. Misol uchun, siz plastik kartangizni Toshkentdan olgansiz, ipoteka bank kartasini, Bekoboddagi bankni tranzit raqamini yozsangiz, bu xatolik bo'ladi. Har bir bankni Humo va Uzcard kartalari uchun alohida tranzit raqamlari mavjud. Bularni qanday topish kerak? Eng oson usuli, ipoteka banki bo'lsa, call centerlariga telefon qilib, qaysi filialdan olganingizni aytib, tranzit raqamlarini so'rab olsangiz bo'ladi. Ushbu videoga tushunmay qolgan bo'lsangiz yokida yana savollaringiz bo'lsa, bizning Perfect yangi yagona darschamizga murojaat qilishga aslo tortinmang.